ota-onasini endi hajga olib borish degan narsa bir ulug' narsa-da. Yaxshi bir savobli ish olib borgan odam albatta u farzand juda katta savobga qoladi. Lekin orib turgan ota-onasini ham haj qilib olish kerak-da deb turib, yo olib bormay qolamanmi shunda, armon bo'lib qolmasin deb olib boradi-yu. Hali bechora ota-ona qiynaladi-yu, kasallanadi. Bu juda ham katta gunohga qoladi shu. Kim qodir bo'lmaydigan bo'lsa, haj unga farz emas. Alloh taoloning oyati. Mana hozir haj mavsumi yaqinlashyapti, shu holat boshlanadi. Hali birovning nomidan borishlik, birovning nomiga borishlik, ya'ni birovga olingan narsada uni pora bilan sotib oladi haligi o'rinni, joyini. Aslida boshqa odam borish kerak edi. Ham asabimni chiqaradigan, ham bir juda ham dilimni ortadigan narsa shuki, yaxshi qorakalar, yaxshi hojiboshlar bor. O'zimizda Qirg'izistonda O'shda ham bor bu, O'zbekistonda ham bor. Yaxshi odamlar o'zi aslida. Lekin niyat faqat pul topishda. Nima qilib bo'lsa ham hajga 3 barobar qilib bo'lsa ham pullarni to'lattirib olib boradi. Shundan endi katta pul qolar ekan eshitishim bo'yicha. Yoki bo'lmasa hajga borgan odam o'tgan yil ham borgan, bu yil ham boryapti. Bilib turibsan, nima uchun borish kerak yana bir marta. Sen unga yo'l qilib berib, yo'l topib berganing bilan, jaraq pul topganing bilan sen gunohga shergan bo'lyapsan. Bu narsani afsuski kam gapirilyapti, kam eslatilyapti. Bu yaxshi emas, birodarlar. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, barchalaringiz sog' omonmisiz? Bir yangilikni o'qib qoldim. Hajga oid ekan. Bu yil Saudiyada shunaqa qonun chiqarilibdi, o'sha qayerdan hajga kelishadigan bo'lsa, hojilar, menimcha umrachilarga ham bo'larmikin bu yoki faqat hojilargami? Jiddiy tekshiruvdan o'tkazilar ekan. Sog'ligi, jiddiy kasalliklari yo'qmi, borgandan keyin ibodat qila olmasdan yonidagilarni ham bezovta qilib shunaqa holat bo'lmaydimi? Shunaqa bir cheklovlar qo'yilibdi. Bu juda zo'r cheklov bo'libdi. Juda xursand bo'ldim. Chunki odamlarda shunaqa bir tushuncha bor. Ota-onasini endi hajga olib borish degan narsa bir ulug' narsa-da. Yaxshi bir savobli ish olib borgan odam albatta u farzand juda katta savobga qoladi. Lekin orib turgan ota-onasini ham haj qilib olish kerak-da deb turib, yo olib bormay qolamanmi shunda, armon bo'lib qolmasin deb olib boradi-yu. Hali bechora ota-ona qiynaladi-yu, kasallanadi. Bu juda ham katta gunohga qoladi o'sha bola. Savob olaman deb. Bu yerda ota-ona qiynalib, sarson bo'lib, ibodat qila olmasdan, nafaqat bu bolalarini, qo'shnilar, u yerda turgan hamxonalari bormi, ularga ham jabr bo'ladi bu narsa. Yaxshi ichini ochib qarasangiz, o'sha ota-ona xohlamaydi shu narsani, qiynaladi. Lekin o'ylaydiki, shuni qilmasam bo'lmasmikin, bo'ynimda qarz bo'lib qolarmikin deb o'ylaydi. Bunday emas. Qodir bo'lsa borilsin. Kim qodir bo'lmaydigan bo'lsa, haj unga farz emas. Alloh taoloning oyati. Ya'ni qodir bo'lmadi deganga nimalar keladi desa, faqat pul emas. Qodir bo'lmaslikka juda ko'p narsalar keladi. Birinchisi mana hozir chiqqan yangi qonun bo'yicha shu. Sog'ligi yaxshi emasmi? Qodir emas u. Million dollar puli bo'lmaydimi? Qodir emas u. Va tushunganimiz bo'yicha puli bo'lmaydigan bo'lsa qodir emas. Unga ham demak shart emas. Va yana yo'liga qodir bo'lsa deyilyapti-ku, yo'l qani? Yo'l degan nima degani bu? Masalan, samolyotlar hozir oson bo'lib qoldi. Toshkentdan Jiddaga, O'shdan Makkaga qilib, Jiddaga qilib boradi, Madinaga qilib. Yaxshi, zo'r, oson yo'llar. Lekin ana shu borishda deylik, mana hozir haj mavsumi yaqinlashyapti, shu holat boshlanadi. Hali birovning nomidan borishlik, birovning nomiga borishlik, ya'ni birovga olingan narsada uni pora bilan sotib oladi haligi o'rinni, joyini. Aslida boshqa odam borish kerak edi. U o'sha daftarga yozilgan, o'sha odam borish kerak. Lekin o'shani o'rnini sun'iy holatda sotib oladi. Pora berib, tegishli bir odamlarni yo'lga qo'yib turib, o'sha o'rinni sotib oladi. Va shu bilan borib haj qilib keldim deydi endi u. Endi u haj bo'ldimi Alloh biladi, lekin gunohga botdi. Gunoh qildi. Ya'ni bir savob amalni qilaman deb turib, bir gunoh ishni qilyapti, yomon ishni qilyapti. Ya'ni o'z umuman o'sha hajgami, umragami boradigan bo'lsa, alhamdulillah umralar hozir bemalol bo'lib qoldi. Lekin hajda ko'proq bu kasallik tarqaladi. Ya'ni o'sha haligi soxtanaqa yo'llar bilan, sun'iy yo'llar bilan joyini egallab olishlik 2 barobar qilib. Ayniqsa o'sha O'zbekiston diniy qo'mitasi, din ishlari bo'yicha vazirlik hamma narsa Qirg'izistondagi hamma shu davlat tomonidan belgilangan kvota bo'ladi.
o'shalardan tashqari qanaqadir yo'llar bilan, o'g'ri yo'llar bilan 2 baravar, 3 baravar, 10 ming dollar, 15 ming dollar qilib kerak bo'lsa, shu hajga olib boramiz deb odamlardan shu pullarini shilib, shundan katta foyda qilamiz deydiganlar bor. Juda men haligi ham asabimni chiqaradigan, ham bir juda ham dilimni og'ritadigan narsa shuki, yaxshi qora akalar, yaxshi hoji boshlar bor. O'zimizda Qirg'izistonda O'shda ham bor bu, O'zbekistonda ham bor. Yaxshi odamlar o'zi asli. Da, lekin niyat faqat pul topishda. Nima qilib bo'lsa ham hajga 3 baravar qilib bo'lsa ham pullarini to'lattirib olib boradi. Shundan endi katta pul qolar ekan eshitishim bo'yicha. Hali umraga olib borgandan ko'ra yaxshiroq qolib qolar ekan. Klubni ishlab olamiz deyshadi. Lekin sen klubni ishlab olishing bilan haliginga bu yo'l, demak u joy qolmagan ekan, puli bo'ladigan bo'lsa ham joy qolmagan bo'lsa, demak u yo'lga qodir emas hisoblanadi-yu. Imkoniyati yo'q hisoblanadi-yu. Unga farz emas edi-ku o'sha haj. Nimaga boryapti? Yoki bo'lmasa hajga borgan odam o'tgan yil ham borgan, bu yil ham boryapti. Bilib turibsan. Nima uchun borish kerak bu? Yana bir marta masalan. Sen unga yo'l qilib berib, yo'l topib berganing bilan, jaraq pul topganing bilan sen gunohga shergan bo'lyapsan. Bu narsani afsuski kam gapirilyapti, kam eslatilyapti. Bu yaxshi emas, birodarlar. Bunaqa eplama yo'llar bilan bir narsalar qilib hajga borishlik bu nafaqat bu davlat tomonidan noqonuniy, shar'iy tomondan ham mumkin emas. Alloh taolo qayerda bu narsadan? Bu bilan uni haj bo'ldi ham deya olmaymiz. Haj bo'lmadi ham deya olmaymiz. Bandaning ishi emas. Lekin haj bo'ldi ham deya olmaymiz. Chunki harom yo'l bilan, yolg'on yo'l bilan qilinyapti bir ibodat. Yolg'onlik ustiga, nopoklik ustiga qurilgan ibodatni nima deb atash mumkin bo'ladi? Shuning uchun shunga sal ko'zlarini ochib olsa yaxshi bo'ladi. Mana hozir keyingi 26-yilni o'sha haj oldida turibmiz baribir. O'z holda bu sanalarga ham hozirdan menimcha boshlanadi. Shu poraxo'rlik avjiga chiqadigan paytlar bo'ladi hozir. Shunda o'zinglarni ham gunohkor qilib, o'sha hajga borib bir ibodat qilamanmikin, o'zim bir farzimni bajararmankinman degan odamlarni ham ibodatiga xalal yetkazdirib, shunaqa ishlarni qilinglar iltimos. Hoji boshilar bu yerda. Chunki odamzod nimani xohlamaydi? Hamma narsani xohlaydi. Lekin o'shanga sharoit yaratib beradiganlarning o'rni alohida. Har bir inson hajga borgisi keladi, meni ham borgim keladi, qayta borgim keladi. Lekin menga sharoitni yaratib beradiganlar kim desa, boshida kim turibdi desa, o'sha hoji boshlar turibdi. Sekin hali shaytonga o'xshab boshingizni aylantiradi-da, "Qora aka" deydi, "Mana narsa qilsak bo'ladi, hoji aka" deydi, "Bunday qilsak bo'ladi" deydi. Bu harom narsa. Harom luqma, o'sha topilayotgan pul ham harom bo'ladi o'sha hoji boshlarga va o'sha yo'l bilan borgan hojilarni ham hajlariga putur yetib qolishi mumkin. Bundan saqlanishlarini aytgan bo'lardim, eslatgan bo'lardim.